Assalomu alaykum. Sizni charchaman. Ana shu sovg'ani 50 ming so'mga sotamiz. Olasizmi? 50 ming? Ha. Kartada bor lekin narxi yo'q. Nech pul naqdsiz bor? 15 ming bor ekan. 15 ming. Boshqa umuman pullaringiz yo'q. Umuman boshqa pullaringiz yo'q. To'g'rimi? Mayli. Bering sizga 15 mingga beraman. Ikkita sovg'a bor. Bittasining ichida ham sovg'a, ham pul bor. Bittasida sovg'ani o'zi. Qaysi birini tanlaysiz? Yo buni birinchisi, yo ikkinchisi. Qaysi biri? Ikkalasini ham beravering. Yo bittasini berishim kerak-da. Mana shu birinchisini. Olasizmi birinchisini? Shu. Ana endi ichini oching. Voy, bularga. Bu yerda ham pul, ham sovg'a bor edi. Sizni tabriklaymiz. Ana endi Instagramingiz bormi? Hozir Instagramga kiring. $100 undan tashqari hozir mana bu Redmi telefonni yutishingiz mumkin. Qanday qilib? Ye, shuncha pul berib yuraman Navoiyda. Ana hozir bosdilar. Ye, afsus. Xo'p, qarang. Fonni men 21:00 da o'z obunachilarimga beraman. Balkim siz ham qatnashib yutishingiz mumkin. Uning uchun siz men obuna bo'lgan 76 ta homiyga obuna bo'lasiz va ushbu videoni men joylayman. Ushbu videoga 3 ta do'stingizni belgilaysiz, like bosasiz va 10 ta do'stingizga joy qo'yasiz. 21:00 da Redmi A5, undan tashqari pul va naushniklarni beraman. Biz bersiz bermaydimi? Yo'q, faqatgina ertaga 21:00 da beraman. Qatnash ko'ring, balkim omadiz. Haqqon ekanmi? Obuna bo'lmaganlarga nima deysiz? Obuna bo'lib qo'ying. Oldingizdan chiqib qoldimmi? Charchadim. Charchamang, sog' bo'ling.